Salom sizlar bilan Infinity 07 va Infinity Tools va bu YouTube kanalidagi birinchi video bo'ladi. Men ikkita kanalim bor, bu ikkinchi kanalim va bu birinchi videosi. Nega kanalim ham bor, bu Infinity 07 faqat Infinity joy tashlamasdan 007 qilaverasizlar, chunki joy tashlaring chiqmayman. Xo'p, mana o'yin boshlandi. Biz hozir kubik o'ynayap turdik, men finalga kelib qoldim. Ular ham o'ynab turdim. Xo'p, hujum qilamiz. Pressing qilish kerak-da bularga hozir. Do'stlar, endi sizlar o'ylaysizlar, meni bot deb o'ylamanglar, men unchalik ham bot emasman. Просто to'plarni olib qo'yish, pas berish ancha qiyin bo'lyapti. He, qanaqadir u? Xo'p, sizlar so'rashlaring mumkin, siz qayerdansiz bo'lyapti deyapsiz. Xorazm emas, men Namangandanman. Namanganlikman. O'zim san Namangandanman. Xo'p, bu yoqqa ana bo'ldi, o'tdik. Mana bo'ldi. Endi chiroyli gol. Bu shunchaki chiroyli gol, do'stlar. Buzib kirib, bostirib boraman. Mana. Bunchalik to'pga chiqishganini ko'rmagansizlar, lekin u men bilasizlar. Aynan outga tikka. Ana sudyaga qarab deykin, bir to'la qizilib ketasan. To'p ham chiqib ketadi, sen ham chiqib ketasan o'yindan. Ana bo'ldi. Outdan chiroyli gol. Yana bitta outdan gol. Yana bitta gol olsak, shunda hozir shunday hat-trick bo'lgan bo'ladi, adashmasam. Xo'p, yugurdik. Bitta, ana. Pas beradi. Xo'p, men bunga bunaqa bilan gapirishib bo'laman. Yerda shtraf olsam kerak-ku. Hozir shunday birata bir outni ketib qolsa, menga shtraf beradi. Shuning uchun sariq kartochkani olishdan avval birorta bir gol yeb qo'yishim kerak yoki gol urib qo'yishim kerak. Nima sen yapishmaysan? Senda gol urish qolyapman. Yarim himoya. Sal qaytib turib urib qo'ysam bo'ldi. Bu qanday chiroyli gol bo'lsa, bu gol saqlanib qilib qo'yish kerak. Do'stlar. Сообщение kelmayversin. Qaranglar qanday yengil olib o'tib ketib, mana yana bitta gol. Qo'lda просто to'sdim hozir. Tushunmay qoldim. Oppa. Давай, bu menga kerak. Mana senga. Ana, bo'lmasam. Birinchi taymim tugadi, do'stlar. Endi sizlar ikkinchi taym boshlaganda qaytamiz. Do'stlar, men hozir boshqa narsa bosib bordim, chunki hozir xo'p, shunday qilib do'stlar davom etdik. O'yin boshlandi mana. Keyin menda keyin bor. O'zingizlar sizlar do'stlar qaydan kelib qoldi keyin desizlar mumkin. Lekin men bitta narsaga kirib ketdim, chunki bunda hozir 40 ta olmos tikib 50 ta olmos chiqarib olish mumkin agar yutsanglar. 40 ta olmos tikib 50 ta olmos chiqarib olish mumkin.
Bir adam Foden va gol desam iyi voy. Qo'l voy seni qo'lingga yutdim davay. Vitsina xo'p. Mana Baratadan keldi va deb boraman. Yo'q. Yugurib olib ketildi. Bo'ldi ekan. Qisamiz ko'zimizni. Yedimi jim o'tir endi. Bosh ko'rarim top tepyapti ekan. Hop. Yaxshi. Video davom etyapti ekan. Men bitta narsa kirib ketganimizlar zapis qolibdi dash joyda. Davay bo'pti. Belit Lewandowski emas bizga. Kamao, Vini Junior, Kylian Mbappe. Aytganchalik do'stlar, men sizlardan hamdardman chunki Realdan katta yo'qotishlar bo'ldi. Masalan, bosh murabbiy Carlo Ancelotti ketib qoldi. 40 yil mana pashti faqat Realda o'ynagan futbolchi Modric ketib qoldi. Luka Modric. Ronaldolar paytida o'ynagan. Menda shuni hattoki ko'k formasi bor, Realda ko'k formasi. Ashuni immuniy Modricligidan oldim. Keyin Rodrigo ketdi, Rudiger ketdi. Realda katta yo'qotishlar bo'ldi lekin. Ashunga vashi hozir barcha zo'r bo'ladi. Yamal ayniqsa Yamal. Aynaqa oxirgi 4-3 El Clasico'ni ko'rganlar bo'lsa, qaydan aylantirib Kurtuvaga saydish bilmadim, lekin Kurtuva bor gavdasi bilan tashlanadi ashunga. Men bu golni o'tkazmayman deb tashlanadi, lekin Yamal yoshli bo'lganligi uchunmi, o'sam yo aylantirgan o'ziroq ketib qoldimi? Tushunmadim, lekin ashunda gol tushunmay qolganman men shu golni. Hop. Tepma. Yo'q, nima berib qo'ydim. Urmisana yora. Ana. Mana. Shunday qilib bo'lsa biz har bir ikkinchi taym boshgan ko'rsamiz. Chao. Chipi. Do'stlar, ikkinchi taym boshlandi. Ishlar reklama chiqib qoladi do'stlar. Hop. Mana senga o'zim. Voy yo'q. Nimaga zo'r vaziyatlarda solamaydi-ya? Hech futbolchilarimiz o'zbekistonlikmikan yoki nima deb o'ylaysizlar? Husanov Cityga o'tdilar. Mana senga qo'shiqlarning sardori. Klublarning sardori City bilan o'ynashmaydigan gapingga bo'g'maysan. Mana senga gol. Mana o'zbek deslab turdim gol. Futbolni yormak uchun o'ynamagan Cristiano, minglab yulduzlarning sindi Alexis, Ronaldo. Balki sen Messiga muxlissan, tan olmaysan boshqasini. Uni qirol deya atab oldi to'pini, lekin bilgansan harakating ketadi bir besama. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugalliklar. Messiga fanat deyishar. Ronaldoning o'g'lini har daqiqa, har soniya chekinmadi yugurishdan kibr bilan do'stlashmay muhtojlarga berib yordam. Do'stlar, mana Hakimi borligi bilinmayapti sizlarga ham. Do'stlar, bu qo'shiq kimniki deyishlaring mumkin. Endi men YouTube'da ishlardan ko'rgansizlar. Ronaldo haqida shunaqa qo'shiq ketdi. Men ham Instagram akkauntimda ham shunaqa qo'shiq bor. Bemalol ko'rib olsalaring mumkin. Ronaldo uchun maxsus. Do'stlar, sizlar bilmagan, menimcha 70% bilmaysizlar ushbu ma'lumotni. Hop, Kylian Mbappe, Ronaldolar Hristiyan, lekin Lamine Yamal immuniy. U musulmon. Lamine Yamal yo musulmonligi uchunmi shunday gol sayganmikan bilmadim, lekin Lamine Yamal musulmon, lekin Mbappe, Vinicius, Messi, Lewandowski, Ronaldolar lekin Hristiyan. Messi bilmadim, lekin Ronaldolar aniq Hristiyan. Hop. 2-0 va mana. Endi sayt ko'ring. Mana bo'pti. Sog' bo'lyapti.
Sal qoldi lekin, do'stlar, sayib qo'yardim. Keyin varatanga tikka chiqaman varataringga. Chiqib ketib olish bo'lmasa qozoningdan. Ya yaxshi. Shu edi. Ushlamadi. Keyindan mana senga gol. Sovg'a ham his qilib olasan. Chista hali keyindan sovg'a. Happy birthday to you. Buyur, aka menga nazo qilasiz. Mana senga ukam bitta gol sovg'a qilaman. Aka unga ko'ra bitta sovg'a qilib yutqizib beringlar-chi. Shu gapingizga deydi-da. O'tib ketasan. Shunday qilib do'stlar, ikkinchi taymni tugatishlar bilan infinity bo'ldi.